do'stlar, Qayrag'och qishlog'ida yana bir ajoyib savol ishga qo'l urilib, qishlog'imizda ko'p minnat singan rahmatli Olim akamizning xotirasiga bag'ishlangan futbol turniri boshlanmoqda. Bugun qishloqdagi hamma 2 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan jamoalar mana shu Samandarjonni stadionida, Minut futbol stadionida to'p suradi. O'ylaymizki, bugun yaxshi niyat bilan boshlangan tadbirimiz mana farzandlari Latifjon, Muhammadxo'jalar boshchiligida juda chiroyli o'tadi degan umiddaman. Hozir mana shularni biz hozir men ko'rib juda xursand bo'lib turibman. Sababi ana shu Olim akam rahmati bilan Qayrag'och qishlog'ida birgalikda maktab stadionida to'p surgan, birgalikda o'ynagan jamoa mana Qayrag'ochda veteran jamoasi bugun mana shu stadionda kelib turibdi. Siz bilan bir qatorda mana bolalik yillarida birgalikda o'sgan, bugun mana shu umra safarlariga borib, shayxlarda mana shu qishlog'imizda farzandlarini duo qilgan, ulardan Olim akam rahmatini ham duo qilgan sinfdosh do'stlar o'tiribdi. Nurlo Qodirboyev ikki og'iz gapirasiz, keyin olib yurib boramiz. Mana shu ikki o'g'il nevaralari vaqti doim qishloqda elimizni faxri edi. Oldi bu yaxshi kechasi yurishini yaxshi ishlaydi tilayman. Mana shu xotira trenerimizga boshlanishiga bahor bo'lgan chiroyli o'tsin. Chiroyli yaxshi kunlarimizda sizlarni kuch-quvvat bersin. Ikkilar komandaga baxt omad tilayman. Hurmat bilan o'ynashingizga